هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Nahl suresi tefsiri 84. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi dektanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Nahl suresi 84. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Şu günde, yani kıyamet günüde her ümmetin onunla iman bilen yoki küfür bilen guvahlık beradigan bir şahit, yani peygamber keltirimiz. Ondan kafirlarga özleri eytishga ruhsat kılınmaydı. Hem de ulardan Rabbini razı kılış, yani Rabbini razı kıladigan amellerini kılış talep kılınmaydı. Zalimlar, yani müşrikler azabını görgen çağda ulardan azap yenikletilmeydi ve keçiktirilmeydi. Müşrikler dünyada çokungan butlarını görgen çağda ey Rabbimiz, bular bolsa bizning seni koyup ibadet kılgan butlarimizdir deydi. Butları ularga cevap verip şüphesizki sizler hakikaten yalgancısılar deydi. Şu günde ular özlerinin Allah'a baş ekenligini bildirdi. Ama ularning dünyadaki çağlarida butlar bizge şafaat kılıdı degan yalgan yavdaqları yok çıkıdı. Kafir bo'lganlarga ve kişilerini Allah'ın yoludan, yani dinden tosqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azap üstüge azap qo'shib ziyoda azap qilamiz. Müşriklarning hesap günüdeki ahvoli. Allah Teala bu ayette ahirettin, yani kıyamet günüdeki müşriklarning holidan xabar berdi. Allah Teala her bir ümmetin şu ümmetinin peygamberlerini guvahlık berishga chaqirdi. Peygamber Allah Teala'dan ularga yetkizgen narsasini ularning qanchalik iman etib, qanchalik kufrlik qilganligiga guvahlık berdi. Ondan kafirlarga özür etishga ruxsat qilinmaydi. Chunki ular özre etishning qarg'i kelmaydiganligini ve o'rinsiz ekanligini biladi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Bu kunda ular söz qila olmaydi. Ularning özre etishiga izni berilmaydi. Ulardan Rabbini razı qilish, yani Rabbini razı qiladigan amallarni qilish talab qilinmaydi. Zalimlar, yani müşriklar azabni ko'rgan chaqda ulardan azab yenikletilmaydi ve kechiktirilmaydi. Yani ulardan azab birdenmi yenikletilmaydi ve kechiktirilmaydi. Aksice azab ulardan hesap ilinmasdanla ularning turgan o'rindila nihoyatda tez tutadi. Chunki hadisda bayon qilinib kelgandek cehennem ularning oldiga keltirilganda her bir nuqtani 70 ming farishta tatgan holda 70 ming nuqta bilan so'rab keltirdi. Kishilarga cehennemning ichidan bir bosh ko'tarilib chiqib, eshakdek bir hangraydi-da, bu ovoz bilan bir kishimi qolmay hammasi tizilinib o'ltirib qoladi. U bosh
men Alloh taologa qo'shib boshqa bir ilohga cho'qingan, cho'ngchilik qilib ta'sirlik qilguvchilarga va mundaq turdagi kishilarga mas'ul qilindim deb bir necha turli kishilarni sanab chiqadi. Andın u baş ulağı yepişidi. Ve xuddi qush danni u yer bu yerden terip yegandek shu xildagi kishilarni ularning turgan o'rnida terip yutidi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Devzaq ularni yiroqdan ko'rgan chaqda ular devzaqning g'azabdan qaynagan va eshakdek hangirgan ovozini anglaydi. Ular zanjir bilan bog'langan holda devzaqning tor yeriga tashlangan chaqda bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Ularga bugun sizlar bir o'limni emas, talay o'limlarni tilanglar deyiladi. Günahkarlar devzaqni ko'rib, onunga kiradiganligiga jazm qiladi. Devzaqdan qochadigan joy topolmaydi. Agar kafirlar u chaqda yuzlaridan, dumbillaridan azobni dab'i qila oladiganligini va hech qanday yordamga erisha olmaydiganligini bilsa edi, u çağda eğer kafirlar u çağda yüzlerinden, dümbillerinden azabını dab'i qilolmaydiganliklarini ve hiç qandaq yordamga erişelmaydiganliklarini bilse idi, azabning baldır yüz berishini talab qilmaydi. Lekin qiyomat ularga tuyuqsiz keldi. Da ularni hayratda qoldirdi. Ular qiyomatga qarshilik ko'rsatolmaydi. Ularga tavba qilish va o'zini bayon qilish uchun muhlat berilmaydi. Müşriklarning ilohlarining ulardan ada juda bo'ladiganligi. Alloh taolo müşriklarning ilohlarining müşriklar ularga eng ehtiyojli bo'lgan chaqda ulardan ada juda bo'lib ketadiganligidan xabar berib mundaq dedi. Müşriklar dünyada çoğungan butlarını ko'rgan chaqda, ey Rabbimiz, bular bo'lsa bizning seni qo'yib ibodat qilgan butlarimizdir deydi. Butlari ularga javob berib, shubhisizki sizlar haqiqatan yolg'onchisizlar deydi. Ya'ni müşriklarning ilohlari ularga sizlar haqiqatan yolg'onchilardirsizlar. Biz sizlarni bizga ibodat qilishga buyurmadik deydi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Allohni qo'yib qiyomat kishi duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan butlarga cho'qinadigan odamdimi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chaqda butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ular, ya'ni mushriklar izzatga erishish uchun, ya'ni butlarning shafoati bilan Allohning oldida izzatli bo'lishlari uchun Allohni qo'yib ilohlar, ya'ni butlarga cho'qindi. İş ularning gumon qilgandek emas, ya'ni butlari ularning Alloh taolo oldida izzat tepishlarining sabab bo'lolmaydi. Ularning, ya'ni mushriklarning cho'qinishini inkor qildi. Ular, ya'ni mushriklarning dushmaniga aylandi. Allah Taala İbrahim aleyhisselamның öz qavmiga bu vaqtda degan so'zini bayon qilib mundaq dedi. İbrahim aytdi: Bu dunyoda butlarga cho'qinish maqsadida yig'ilishinglarning aranglardagi do'stlikqa sabab bo'lish uchun Allohni qo'yib butlarni ma'bud qilib oldinglar.
Ondan qiyomat kuni ba'zinglar inkor qilasizlar. Ba'zinglar la'nat o'qiysizlar. Ya'ni qiyomat kuni mazkur do'stlik dushmanlikka aylandi. Ularga shirik keltirilgan butlaringlarni chaqiringlar deyilgan aman ular shirik keltirgan butlarini chaqirdi. Ulardan javob kelmaydi. Ular azobni ko'rgan chaqda kafir bo'lganliklariga nadomat qilib, dunyodagi vaqtida hidoyat topgan bo'lishlarini orzu qiladi. Bu vaqt kelgan oyatlar nihoyat ko'pdir. Qiyomat kuni hamma kishining Alloh taologa bosh egadiganligi. Shu kunda ular o'zlarining Allohga bosh ekkanligini bildirdi. Qatada va Ikrima bu oyatning ma'nosi haqida shu kunda ular Alloh taologa bo'ysunib bosh egidi dedi. Ya'ni qiyomat kuni bir kishimi qolmay hammasi Alloh taologa bo'ysundi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ular bizning dargohimizga kelgan kunda, ya'ni qiyomat kunida quloqlari toza anglaydigan, ko'zlari toza ko'radigan bo'ladi. Ya'ni ular qiyomat kunida bek anglaydigan va bek ko'radigan bo'ladi. Agar sen gunohkorlarning Robbining dargohida boshlarini sang'itib turganligini ko'radigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatini ko'rgan bo'larding. Ular aytadi: Rabbimiz, ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytargan. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonchguchilarmiz. Gunohkorlar maxluqotni idora qilib turguchi mangu hayot Allohga egiladi. Ya'ni gunohkorlar qiyomat kuni Alloh taologa bo'ysunadi, bosh egidi va dunyoda qilgan qilmishlaridan yanidi. Ammo ularning dunyodagi chaqlarida butlar bizga shafaat qiladi degan yolg'on yovdaqlari yo'q chiqadi. Ya'ni ularning dunyodagi chaqda o'zlari o'qib chiqqan Alloh taoloni qo'yib ibodat qilgan butlari, ya'ni ularning dunyodagi chaqlarida o'zlari to'qib chiqqan Alloh taoloni qo'yib ibodat qilgan butlari yo'qolib ketadi. Shuning bilan qiyomat kuni ularga hech yordamchi va azobdan qutuldiruvchi topilmaydi. Buzg'unchilik elib borg'uchi kafirlarga beriladigan azobning qatma-qat bo'lganligi. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dindan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob ustiga azob qo'shib, ziyoda azob qilamiz. Ya'ni ularning kafir bo'lganliklari uchun bir azob, kishilarni haqqi ergishishdan to'sqanlik uchun yana bir azob berildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Ular kishilarni Qur'ondan va Muhammad alayhissalomga ergishishdan to'sadi. O'zlarimi uningdan yiroq qochadi. Ular faqat o'zlarini halok qiladi. Halbuki ular buni tuymaydi. Bu xuddi mu'minlar jannatdagi martaba va darajalarida farqli bo'lganidek, kofirlarning do'zaxdagi azob uqubatlarda farqli bo'ladiganligining dalil paketidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Hammaga ikki hassa azob beriladi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar. Shu kunda biz har bir ummatga ularning ichidan ularga qarshi guvohlik beradigan bir shohid, ya'ni payg'ambar keltiramiz va shu kunda biz seni
bularga ya'ni ummatingga shahid qilib keltiramiz. Sana biz kitobni ya'ni Qur'onni hamma narsani ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, bandalarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xush xabar yetkazadigan qilib nozil qildik. Qiyomat kuni har bir payg'ambarning ummatiga guvohchi bo'ladiganligi. Allah Teala bendisi ve Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a mındak dedi. Şu günde biz her bir ümmetke ulanın içinden ulağa karşı guvoh beradigan bir şahit yani peygamber keltirimiz. Ve şu günde biz seni bulağa yani ümmetinge şahit kılıp keltirimiz. Yani sen o günün korkunçluk ahvalini, o günde Allah Teala sana bergen kat şeref ve âli dereceni oylagan. Bu ayetin mezmuni Nisa suresideki biz her bir ümmetin bir guvahçını keltirgen ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni bulağa yani ümmetin içindeki imansızlığa ve günahkarlığa guvah çıkılıp keltirgen çağımızda ulanın halı qandaq buludu degan ayetning mazmuni o'xshaydi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Nisa suresini Peygamber aleyhisselam'a o'qib berib, yuqoridagi oyatga kelganda Peygamber aleyhisselam onunğa "Bo'ldi qil" dedi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu mındaq dedi. Men Peygamber aleyhisselamның közlerinden taramlap yaş dökülüvatqanlığını gördüm. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Kur'an'da hamma narsaning bayanının bar ekanligi. Sana biz kitapni yani Kur'an'ni hamma narsani yani kişiler muhtaç bo'ladigan dini işlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidayet, bandalarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xush xabar yetkazadigan qilib nozil qildik. İbn Mas'ud radiyallahu anhu mundaq dedi. Allah Teala bizga mushu Qur'onda barliq bilim va hamma narsani bayon qildi. Hakikaten Kur'an ilgari bo'lib o'tgan va kelgusida bo'ladigan ishlarning xabari to'g'risida foydali bilimlarni, halol va haromlarning hamma bayonini, kishilar muhtoj bo'ladigan dunyo va oxiratlik barliq ishlarning bayonini o'z ichiga olgandir. Sana biz kitapni yani Kur'an'ni hamma narsani yani kishilar muhtoj bo'ladigan dini ishlarning hammasini tushuntirib beradigan qilib nozil qildik. Avzai bu oyatning ma'nosi haqida sana biz ehtiyojli bo'lgan hamma narsani hadis bilan tushuntirib beradigan kitobni tushirdik deganlik bo'ladi dedi. Allah Teala'nın sana bir kitapni, Allah Teala'nın sana biz kitapni yani Kur'an'ni hamma narsani yani kishilar muhtoj bo'ladigan dini ishlarning hammasini tushuntirib beradigan qilib nozil qildik degan oyati bilan uning va shu kunda biz seni bularga yani ummatinga shahid qilib keltiramiz degan oyatini bir yerde keltirishidagi maqsad sana nozil qilingan kitobni yetkazishni farz qilgan Allah qiyomat kuni sendan shu vaqtda so'rg'ichidir degan ma'noda kelganligi uchundir. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Biz elbette peygamber avatilgan ummatlardan peygamberler tebliğ kıldı mı? Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi.
Biz elbette payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliğ qildimi? Sizlar qanday javob berdinglar deb so'raymiz. Rabbingning nomi bilan qasamki, ular, ya'ni xaloyiqning hammasining bu dunyoda qilgan ishlarini cho'qim so'raymiz. Allah qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglar qanday javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Ular, sening bilginingga selishtirganda biz hech narsa bilmaymiz. Sen g'ayiblarni nihoyat obdan bilasan, deydi. Sana Qur'onni, ya'ni uni tabliğ qilishni va uning ahkomlariga amal qilishni farz qilgan zot albatta seni qaytadigan yerga, ya'ni Makkaga qaytardi. Ya'ni sana Qur'onni yetkazishni farz qilgan zot albatta seni qiyomat kuni qaytadigan yerga qaytardi va sana farz qilgan ishni ado qilganliging to'g'risida sendan savol so'raydi. Mana bu oyatga berilgan ma'nolarning biri va to'g'risidir. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Nahl suresi tefsirinden 89. ayet-gacha aldыңlar. Ahirini keyin ketimlik o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.